haligi yomon odamga taraf yo'qda, ichi qora odam boru dunyoga qora nazarda qaraydi. İçi lola odam, ichi gul odam dunyoga gul bo'lib qaraydi. İçi qora odamga hamma yomon ko'rinaveradi. Piyoda yursiz, ana bu sindi bu deydi. Ko'rdingmi deydi. Mana bir kun ichim og'ritadi deydi, mana mashina sotilib ketdi deydi. Zo'r mashina minsizlar, bu qorong'urda bu deydi. Ko'ryapsizmi? Nimaga? İçi axlatda, uni axlat sasiydi bilasizmi? Xolodilnikka qo'ysizlar sasiydi, servantga qo'ysizlar sasiydi, musorga tashlasizlar sasiydi. Odam, musulmon odam ichi unaqa bo'lmasligi kerak. Musulmon musaffo shaxs bo'ladi. Musaffo degani sof, sof degani toza, sof suv degani hech qanaqangi bemaza bas, sho'rbas, bir ichsa maza qiladigan suvni sof suv deydi. Ya'ni musulmonni ichi ham, tashi ham, badani ham, niyati ham, harakati ham, qalbi ham musaffo bo'ladi. Nimalardan? Kibrdan, kuykanaylikdan, adovat, dushmanchilikdan, o'zini katta olishdan, birovlarga nisbatan qalbida orozda olib yurishdan musulmonning qalbi sof bo'ladi, toza bo'ladi.